Assalomu alaykum azizlar. Xabaringiz bor. Bugun madaniyat boshqarmasi tizimidagi barcha tashkilotlar bilan birgalikda zakovat o'yini o'tkazilyapti. Buning asosiy maqsadi esa nafaqat san'atga, balki bilimga, kitobga bo'lgan qiziqishlarni oshirib borish maqsadida rejalashtirilgan va g'oliblarga esa aynan madaniyat boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alar ham bor. O'yin avjida, o'yin qiziq bo'lyapti. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Kuzatib qo'yamiz. Xushtak chalish tavsiya etiladi. Sababi xushtak chalganda havo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qachonsiz? Rahmat. Qayerdan keldingiz? Shirin shahridan 3-sinf bolalar musiqa san'at maktabidan keldim. Savollar qanaqa bo'lyapti? Qiziqarlimi? Qiyin, murakkabligi bor. Juda qiziqarli, endi murakkab, ham mantiqiy. Biz bilimlarimizni yanada oshirish uchun yaxshi nima desam ekan, harakat bo'lyapti. O'yinga tushdingizmi yo'qmi? Hali o'yin boshlanadi sizlarga? Yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Hozir o'yinni ko'rdim. Juda yaxshi bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Savollar qanchalik murakkab yoki oson? Savollar dunyoviy, murakkab va mantiqiy savollar bo'lyapti hozir. Endi savollarni qo'ldan kelgancha topishga harakat qilyapmiz. Endi hammasi bilimimizga bog'liq. Qaysi savol birozgina murakkablik tug'dirdi sizga? Bizga murakkablik tug'dirgan savol hammamiz biladigan, lekin nomini bilmaydigan savolimiz juda murakkablik tug'dirdi. Bu o'sha metal izlaydigan metal detektor ekan, uni nomi yaxshi bilib oldik mana. Finalga chiqdilar. Chiqdigan. Omad tilayman. Finalda nechta savolga nechta javob topish niyat bor? 10 ta savolda endi finalda ancha murakkab savollar bo'ladi. Harakat qilamiz 10 tada 6 ta topishga. 10 tadan xudo xolasa 10 ta topishga harakat qilamiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Zakovat savollar qanday? Qiyin emasmi? O'rtacha. O'qigandan bilan javob bera oladi. Hozir siz qatnashdingizmi? Yo'q. Qanday bilyapsiz savollar o'rtachalik? Hozir eshitib qoldim. Nimaga qatnashmayapsizlar? Keyingisiga xudo xolasa. Hali bo'lsa hozirda davlat tadbirida Qatnashib, ishtirok etib kelyapmiz. omad tilayman. Rahmat. Qatnashmasangiz. Qaysi savol murakkablik tug'dirdi? Murakkablik endi bizga qo'ysa, misol anavimizga oid bo'lsa, soha bo'yicha bo'lsa, bizga oid bo'lsa, yaxshi hozir Ishtirok etdilar. Qaysi savol eng qiyini bo'ldi jamoa uchun? eng qiyini svetofor savoli anavi bo'ldi, lekin topdik. Lekin o'sha topdik. Jamoada kim ko'p topyapti? Shu bola bilan keyin Zulqamar opa ikkalasi. Topyapti. Finalga chiqdilar. Chiqdik. Asosiy raqib kim deb o'ylaysizlar finalda? Gulistonning o'zidan bo'lsa kerak. Guliston Sog' bo'ling. Azizlar ko'ryapsizlar, har bir jamoa hayajonda, har bir jamoaning o'ziga yarasha bilim ko'nikmalari bor. Hali hammasi oldinda, final oldi. Savollarning javobini birgalikda fikrlab bildik. Va finaldan keyin ham sizlar bilan ko'rishamiz. O'tkazib o'yin eng muhimi eslatib o'taman, Sirdaryo viloyati madaniyat boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alar taqdim etilyapti. Bunisi ham tahsinga sazovor.